Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayınız. Leksiyarısı Gaziruze. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağı 2023 yıl 9. ayının 1. günü haftaga cüme vatandaşa. Bugünkü vaziyetimizden eşsak tünüge ahırnımda da cüme et Xuda hayırlı cüme bolsun dedik vatandaş. Tünüge sözde vatkan leksiyalarımıza devam süptürüşündeyimiz ki bugün Amerika Koşmuş Ştatlarının hava armiyası Pakistan'da her bir bazı koruduğun boldu vatandaş. Ötken yılı 10. ayda enak günü isimde kalmaptı. Amerika Koşmuş Ştatlarının 5 ki bombardımançı aeroplanı Hindistan hava armiyası bilen birleşip Ladakh ve Aranoçalı oturusunda Hindistan teveligide harbiy manver ötküzgen idi vatandaş. Anlaşılandan keyinki vaziyet yani nime deseniz müşterekte Pentagon Pope Francisco Taşkı Mongoliyani ziyaret kıldıgan boldu vatandaş. Vaziyetimiz hani şeyde andev şeyince esli birinci orun koyduğu işte ki unutup ben de keçik başka hava armiya pazsa kızıkıp ketken gep de vatandaş. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden sohbet bayan kılıp digidek. Reis Xi Jinping'nin 20 devlet goroyu yığınıga katnaşını ümit kılımız dedi. Endilikten şunun münasebet kaldı bu leksiyanın mezmunudan vakıf olan vatandaşım. Pakistan temir yolunun garizi özgerdi. Yani bunu Xitay tilde Batı. Bu Batı degenin manisi Pakistan temir yolu degen gep. Xitay-Pakistan münasebetini hazırda yakından biri şundaq tasvirleydigan bolup kalgan idi. Pakistan Amerika'nın 15 yıl asker turguzuşa koşuldu. Geopolitikalik siyaseti zor özgürüş yüz berdi. Mavzulu haber 8. ayının 31. gün vermiyet orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı vatandaş. Hindistan matbuatı Yavru Asya Vakit gazeti yakında haber kılıp mındak görsetti. Pakistan Amerika hava armiyasından Pakistan'da asker turguzuşa koşuldu. Pakistan Amerika armiyasının harbiy aslahalarini ve harbiy İslam meşgulatlarını kabul kıldı. Vakit 15 yıl. Hindistan matbuatı mındak görsetti. Soğuk münasebetle vuruşu devirde Amerika fırsatını çın tutup Amerika hava armiyası Pakistan'a uğurlaştırıp Pakistan'da harbiy mevcutluğunu gevdlendirgen idi. Demek bu soğuk münasebetle vuruşu olsa 60-70-80 yıllarda geplerkende gevdlendirgen idi. Pakistan bilen Cungo'nun münasebeti intayın koyuk. Cungo bilen Pakistan münasebeti Batı. Pakistan temir yolu degendik. Atılıp tasvirlenip geldi. Hem de bolsa Azatlık armiyanın aşaddi düşmanı Amerika armiyası Pakistan'a kirip harbiy baza kurduğan boldu. Bu haber Cungo'nun qattiq narazılığını qozgıdı. Cungo harbiy İslam muhakamatori yolvaslık nazari 9. ayının 1. günü mundaq görsetti. Bu haber rast bulduğun bolsa Janubi Asya'nın geopolitikalik siyaset vaziyetini tüptün özgertip tehdit hassilep başıda. Yani Cungo'ga kelediğin tehdit hassilep başıda. Acaba Pakistan temir yolu Cungo'ga temir yol bolmay kaldı mı? Pakistan Amerika'ya eğip ketti mi? Yolbasının nazarımında görsetti. Pakistan'da alakadar taraflı Amerika'nın Pakistan'da asker turguzuş meselesi de intayın sezgir bulmakta. 2021 yılı Amerika armiyası Afganistan'da ayrıldığın çağda Amerika Aksaray bir xatarlik məsləhət sıcaq salimin Pakistan'a berep Pakistan'da asker turguzuş boyunca hükümet taraf bilen söhbət başlagan idi.
Demek, Jack Sullivan'ın şu seferi bugün 2021 yılı olsun, 2023 yıl bir yıldan keyin işga açtı degan gap. Hazır Pakistan'da hava armiya bazısı Amerika Qo'shma Shtatlari qurdi degan gap. Qaysi taraf, qaysi nishon? Bu tarafda siz bizga noma'lum ki e'lon qiladi. Unda yana bir xabar, hamda bu xabarni Jungo uchun aytganda intayin xatarli xabar. Nima deydi? Xalq pulini erig'dab chiqarib etishning tunji qadami tashlandi. Mavzuli xabar 8-oyning 31-kuni Vanbit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yevropa matbuotlari xabar qilib bunday ko'rsatdi. Jungo Tayvan o'rtasida munosabatlarning jiddiylashishiga ergishib, Chexiya Davlat bankasi yaqinda bankida saqlanayotgan barliq xalq pulini, Jungo pulini, zayo'mini bozorga soladiganligini e'lon qildi. Bu pulning umumiy qiymati 500 million Chexiya puliga to'g'ri keldi. Chexiya Davlat bankasining statistikasiga asoslanganda 6-oyning 30-kunidan boshlab mablag' yig'ish, to'plash jarayonida har qanday ahvolda Jungoning xalq pulini ishlatmaydi. To'plash pul taqsimot jadvalida xalq pul katakchisi hamda mavjud bo'lmaydi. 3-oyning oxirigacha Chexiya bankasi zapas pul o'rnida xalq puli 1.9% egallaydi. Jungoning puli. Tahlilchilar mundaq deyishdi. Agar bu ish atrofdagi davlatlar kengaydigan bo'lsa, bu Jungo uchun aytganda ofat xarakterli vaqa bo'ladi deb ko'rsatdi vatandoshim. Demak, bugun ishga xabar Sharqiy Yevropada Chexiya bankasining xalq pulini chiqarib etdi degan gap. Amerika Qo'shma Shtatlarining havo armiya bazasi Pokiston kirib harbiy baza qurdi degan gap. Shunga mislar dedi vatandoshim. Angliya parlamenti Tuvan palata Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden o'xshash bir vaqtda 8-oyning 30-kuni Angliya parlamenti Tuvan palata dediki, Tayvan mustaqil davlat, egilik huquqliq mustaqil davlat. Biz tunugun onu sizlar so'zlayotganda bir narsa aytdik. Bu davlatning ismi Kuomintang deb ataladi. Ya'ni Kuomintang davlati deb ataladi. Degan gap sal mujmal, uningda keyin aniqlama berishi mumkin. Bu yerda ikki partiyaga ikki davlat qurib turadigan qoida yo'q. Dunyoda biz shuna qaradik, vatandash shuna qaraymiz ham, dunyo shuna qaraydigandi. Masalan, quruqlikda Kompartiya, Tayvanda Kuomintang desa bu hem de g'alati turdi, hem de gap nom ism Tayvan Cumhuriyati shaklida o'tirg'i chiqadi. Partiya uchun emas. O partiya bugun vaqti yo'q narsa bu. Shunaqlamda uni shunday tushirib turaylik hozir, lekin Angliya Tuvan palatasi egilik huquqliq mustaqil davlat Tayvan dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti yordam, haqsiz yordam berish, ya'ni davlat xarakterli egilik huquqliq davlatlarga beriladigan haqsiz yordamni burun Afrika ittifoqiga bergan bo'lsa, endilikda Tayvanga berishga qaror qildi. Uning dastlabki 80 million dollar tasdiqlaydi. Mushiyaga kelgan vaqt butunga sizlarga nima degan vatandoshim? Rais Xi Jinping Hindistondagi 20 davlat yig'inida qatnashmayman dedi. Prezident Joe Biden Indoneziyada ochiladigan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yig'iniga qatnashmayman. Uning o'rniga prezident, muavin prezident Kamala Harris bordi dedi vatanda. Mushu o'zgarishdan qaraganda isinglarga e'lon 4-oyning 1-kuni Bujel Aqsaroyning yuqori darajalik amaldori Kurt Campbell nima degan edi? Ochiqla aytgan edi vatanda. Siyosat bunda ochiq qolmaydi, qarab turing. Nima degan? Jungo hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari siz bilan aloqa munosabatni saqlab qolishni umid qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo siz bilan qiziq liniya, ya'ni telefon liniyasi qurishni maqsad qiladi va shuning izlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan
harbiy ishlar munosabat aloqa munosabatlarini saqlash sababi yo'l etishni umid qiladi. Biz mushu orqali so'q munosabatlar urushi davrida har qanday tahdidga qarshi turib keldik. Ponksiyalar orqali qatta o'chig'ini aytganda sovetlarga shunday muomala qildik. Bu gapning taktiği vatandaş bir manzara. Bir cemiyeti islohat, demokratik islohat yüz berishi ve siyasi özgürlük yüz berish mümkünlüğü için turganda Amerika Qo'shma Shtatlari shundoq davlatlar mesela Rossiya, sobiq Sovetlardagi mesela Jungo, bugungi Jungo'da yana shundoq tahdid xarakterlik, ya'ni popoza mustabbid tahdidi xarakterlik davlatlarga shundan muomala qilib bu voqea ishlarning taraqqiyotini tinch yo'li bilan tamamlashdan iborat. Bu maqsad Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosatning ikki tarafi biri insonparvarlik, odamgarchilik, yana biri siyosat xarakterlik, qattiq qo'lliq. Lekin Xitoyda siyosat deganda odamgarchilik, insonparvarlik degan narsa bo'lmaydi vatandosh. Faqat Xitoyning xarakteriga moslashgan siyosat o'rtaga chiqib turdi. Amerika demokratik davlat, shuni Xitoy bilan bu tarafda farqlandi vatandosh. Bugün endi şu münasebetlerini dedik, endi gapning uchiga oxirida bir cümle 8. ayının 30. günü Angliya Tuvan palata dokolat e'lon qilib, dokolatda Tayvan egilik huquqliq mustaqil davlat. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden egilik huquqliq mustaqil davlatlarga yordam berish bo'yicha 80 milyon dollarini tasdiqladi. Bu faqat egilik huquqliq mustaqil davlatlarga berilgan vaziyatni biz endi hozir tilsirat ko'vrigimi deymiz, qilning ustiga yetib keldi vatandosh. Buningdagi taraqqiyot qandoq bo'ladi dedim, tuniga savol qo'ydik. Ati juma kuni qandoq xabar keladi dedik, savol qo'ydik. Mana ko'rganda Amerika Qo'shma Shtatlarining havo armiya bazasi Pakistan'da quriladi. 15 yil vaqt bunun Pakistan ma'qul deydi. Endi bu havo armiya bazasiga qo'nadigan aeroplanlar qaysi shakllik aeroplanlar? 5 mi? F-16 mi? F-35 mi? Buni Amerika xalqi o'zi belgilaydi. Amerika davlat mudofaa ministrligi o'zi belgilaydi-da vatandosh. Endi o'tgan yili biz 10-oyda sizlarga tahlil qilganda Ladakh ve Arunachal atrofidagi Tibet, Uyg'uristonga yaqin turadigan Hindistonning qaysi bir shtatida Hindiston havo armiyasi bilan Amerikaning havo armiyasi harbiy manevr qildi deganida. Bugun bir uchburchak ning bir tarafida, ya'ni Pakiston bir burchak, Kashmir, Hindiston bir burchak, Mustamlika Uyg'uriston va Tibet bir burchak. Mushu oraliqda. Buni biz Uyg'uriston burchagi deb atsaqmi bo'ladi. Kashmir burchagi deb atsaqmi bo'ladi. Hozir Kashmir uchun zaruriyat yo'q. Hozirgi zaruriyat Uyg'uriston, Tibet uchundir. Shunga biz bu rayonni Uyg'uriston burchagi deb atashga haqliqmiz. Bugun Uyg'uriston burchagi degan ataladigan shu rayonga, yani aniq aytganda davlat tabaligini aytganda Pakistan'ga Amerika Qo'shma Shtatlarining havo armiya bazasi qurilgan bo'ldi. Pakistandan degenicha 15 kör vatandosh. Qirg'izistonda Manasda turmoqchi edi. Rossiya qitag'orlik qildi vatandoshlar. Amerikaning havo armiyasi bazasi Qirg'izistonda turmoqchi edi. Rossiya Federatsiyasi qitag'orlik qildi. Amerikaning u yerda harbiy baza qurishiga mumkinlik bermadi. Endi Afg'onistonda nima uchun turmadi? Buni tushungani bo'lmaydi, bilgili bo'lmaydi. Afg'onistondan butunlay chiqib ketgan Amerika armiyasi bugun harbiy baza sifatida kelib Pokistonga harbiy baza quradigan bo'ldi. Kelgusida Alloh xolisa shundoq bir kunlarda Amerika armiyasining Uyg'uristonda harbiy baza qurishi muqarrar bo'lishi kerak va zarur bo'lishi kerak vatandosh. Uyg'uriston 4 taraflik atom davlatining qo'rishavida Pokiston atom davlati, Hindiston atom davlati,
Cungo atom devleti, bu tarafta Rusya atom devleti, 4 atom devletinin o'rtasida Xitoyga mustamlika bo'lib turayotgan Uyg'uriston intayin zor. Tahdidning ichidagi Uyg'uristondir. Şuna Allah halisa kelgüsüdür şundak bir kunlar yetip kelgende Amerika armiyasının Uyg'uristonda harbiy baza qurishi bu mümkündür ve zarardır vatandaş.